Ta'ziya. O'zbek futboli bugun tongda og'ir judolikka uchradi. Afsuski, taniqli futbolchi 27 yoshda vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Taniqli futbolchi Xushnudbek Avilov 27 yoshda vafot etdi. Avilov faoliyati davomida mamlakatning bir qator yetakchi klublari Paxtakor, Navbahor, Andijon, Qo'qon, 19-12 va Turon jamoalarida o'ynagan. Xushnudbek Avilov o'z vaqtida O'zbekistonning U19, U21 va U22 terma jamoalariga ham chaqirilgan va xalqaro maydonlarda mamlakat sharafini himoya qilgan. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz, deyiladi xabarda.